Majburiy va ixtiyoriy sug'urtaning farqini bilmayman deyishga umuman o'rin qolmaydi. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz bo'ldi. Majburiy sug'urta nima? Mana bu qo'limdagi majburiy sug'urta. Meni mashinamning majburiy sug'urtasi, men agar mashinani boshqarib ketayotgan vaqtimda sizdimi, boshqa birovnimi mashinasini borib ursam, o'sha paytda ishlaydi. Meni o'rnimdan sizga pul to'lash uchun ishlaydi. O'zimning mashinamga hech narsa to'lab bermaydi bu majburiy sug'urta. Buni bilib oldingiz, endi ixtiyoriy sug'urta bor. Ixtiyoriy sug'urta nimaga kerak? Agar majburiy sug'urta u tarafga to'lasa, ixtiyoriy sug'urta o'zimning mashinamga pul to'laydi. Yo'l transport hodisa bo'ladimi, ustiga bir narsa tushib ketadimi, o'zim darvozaga urib olamanmi, farqi yo'q. Mana shu holatlarda hujjat qilsam bo'ldi. Mana shu ixtiyoriy sug'urtam meni, bu ixtiyoriy sug'urta meni o'zimning mashinam uchun qilingan va mashinamning zararini qoplaydi. Sizning zararingizni qoplamaydi bu. Sizning zararingizni mana bu majburiy sug'urta 28 milliongacha qoplaydi. Ixtiyoriy sug'urtam esa o'zimning zararimni necha so'm bo'lsa mashinamning qiymatigacha bo'lgan zarar uchun qoplashga ishlatiladi. Siz endi bilib oldingizmi? Qolganlarga ham jo'nating videoni, yaqinlaringizdan bilib olsin-da, ixtiyoriy bilan majburiy nima farqi borligini. To'g'rimi? Like bosishdan chiqmasin azizlar.